O'rizorda voshim tentagi bor-ku, ko'rsataymi? Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar so'radilaring, arzonroq variantlar ham bormi O'rikzorda deb. O'shanga mana bir xonalik arzonroq variantini qildik. Texnikalari частично bor, mebeli yo'q, lekin remontlari yaxshi. Kirganimizda sanuzin, совмещенный, yangi remontdan chiqqan, sifatli narsalar qo'yilgan. Bet mana gостевая, zal hammasi bitta. Hali bu kvadratni kattaroqligi uchun buni o'rtasidan bo'lib turib, bir tomoniga misol kravat qo'yib, razdelin qilsalaring bo'ladi. Bu tarafga misol televizorda solib berib qo'yib turib, ikki xona qilsalaring ham bo'ladi. Keling, mana balkoni bor. Balkoni vidni qaranglar. Toshkent City mana kaftagida ko'rinib turadi. Uylar просто шикарно. Keyin boya u xonamizda ham aytdim, mana bu yerda ham bor. Именно O'rikzorda bu evakuatsiya uchun xudo ko'rsatmasin nimadir bo'ladigan bo'lsa, chap ochasizlar, pastga tushib ketasizlar, hech qachon bu qulfda turmaydi. Faqat hammasi insonlar uchun безопасность. Ko'rishingiz mumkin, batareya ham yangisi qo'yilgan, materiallari zo'r. Keling kuxnyani ko'rsatamiz. Xonadonimiz yangi remontdan chiqqan. Katta, prям katta, bemalol ovqat pishirishga. Kuxnyamiz ko'rganingizdek juda katta. Bu yerga misol stol, stul qo'ysalaring ham bemalol bu yerda pishiradiganingizni pishirib, hamma narsaga joy bor, stiralniga ham, rakvina bor, холодильнигimiz bor, котельная bor. Просто шикарно. Kvadrati 46 kvadrat, narxi esa 52 ming AQSh dollari. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosing.